Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlar bugun gilomlar narxi bilan tanishtirib o'taman. Yangi narxlari bilan sizlar menga obuna bo'lib qo'yinglar, videoni kuzatishda davom etinglar. Bizga kelsalar mana 1/1 o'lchamdan 3,5 ga 5 o'lchamgacha avanli gilamlarimiz bor. Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan. Men sizlarga bo'lmasam gilomlarning eng katta o'lchamlaridan boshlab narxlarini aytishni boshlayman. Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan nomi Victoria gilamimiz. O'lchami 3,5-7 metrlik bo'ladi. Bundan 2 xil rasvetkasi, oqidan bitta moviy svetidan. Qumtepadagi bozorimizda narxini 2,8 million so'mgacha sotamiz. Menga obuna bo'lib kelib, YouTube'imdan kuzatayotganlar aytib, Telegramimizga odam qo'shgan bo'lsalaring, narxi atiga 1,930 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. Bu tomonga o'tadigan bo'lsak, 3,5-6 metrligisi 2,300 million so'mgacha sotilgan. Narxi atiga 1,650 million so'mga xarid qilishlari mumkin kelib. Bunisiga keladigan bo'lsak, 3,5-6,5 metrligi bo'ladi. Bu ham Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan. Narxi 2,450 million so'm atrofida sotilgan. Kelib 1,900 million so'mga xarid qilishlari mumkin bunisini. Bunisi 3,5-6 metrlik. Bunisini ham chegirma narxida 1,650 million so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. Buni ham 2 xil guli bor, bitta moviy svet qo'shilgan, bitta och serisidan. Bu tomonda narx 4 dona 3,5-5 metrligidan olib qo'yganmiz. Gulini to'liq holatda ko'rishlari mumkin. Bular ham Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan. Bular narxi 2 million so'm atrofida sotilgan. Bizga obuna bo'lib qo'yganlar uchun atiga 1,500 million so'mdan kelib xarid qilishlari mumkin. Bu tomondagisining narxi 3,5 ga 4,5 bo'ladi. O'lchami narxi 1,250 million so'mga kelib xarid qilishlari mumkin. Bu tomonda hamyonbop gilomlarimiz. Birinchida ikkitasining narxi 1,550 million so'mdan sotilgan. O'lchami eni 3,5, uzuni 6 metr bo'ladi. Bunisining narxi atiga 1,50 million so'mdan xarid qilishlari mumkin kelib. Bu tomonda narx 4 ta 3,5 ga 5,5 metrlik gilamimiz. Bular o'rta qalinlikda bo'ladi. Narxi bozorda 1,400 million so'm atrofida sotiladi. Narxini kelib atiga 1,50 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. U tomonga o'tadigan bo'lsa, yana 4 ta 2 xil moviysidan 2 xil oqidan olib chiqib qo'yganmiz. Narxlariga keladigan bo'lsa, 1,250 million so'mdan sotilgan. Hozir chegirmada atiga 900 million so'mdan, eni 3,5, uzuni 5 metrlik bo'ladi. Xullas 3,5 ga 4 metrlik gilamdan 3,5 ga 8 metrlik gilamgacha o'rta qalinlikda mavjud. 3,5 ga 4 metrlikdan 3,5 ga 7 metrlikgacha. Bu tomonga keladigan bo'lsak, bularni 2 ga 3 o'lchamidan 4 ga 9 o'lchamigacha. Bu tomondagilarga keladigan bo'lsa, 3,5 ga 4 o'lchamidan 4 ga 7 o'lchamigacha. Misol uchun mana shu gilamimiz 3,5 ga 5 metr bo'ladi. Oldingi narxi kvadrat 175 million so'm sotilgan. Hozir kelib atiga 120 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. 3,5 ga 5 dan atiga 3 dona qolgan. Bu tomonda metrajlarimiz, bu tomonda o'sha eng qalin taftin mahsulotlarimiz. Bu eng ko'p sotiladi Qumtepa bozorida. Farg'onadagi joyimizda o'rtacha ketadi-yu. Qumtepada asosiy ko'p sotiladigan paloslardan. Buni eni 80 talikdan, xullas eni 4 metrligachasi bo'ladi serisini. Buni narxi bozorda eng oxiri kvadrati 25 million so'm sotiladi. 22 million so'mdan beramiz. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Bu gilamlarimiz kvadrat narxi 75 million so'm sotilgan. Hozir chegirmada 49 million so'mdan xarid qilishlari mumkin. Bularni ham eni 80 likdan boshlab eni 4 metrligigacha mavjud. Bu taftin mahsulotlarimiz eni 3,5 metrlik bo'ladi. Bularni ham eni 80 talikdan eni 4 metrligachasi mavjud. Bularni ham narxi yupqarog'iniki 45 million so'mdan kvadrati, qalinniki 55 million so'mdan. Bu joyimiz manzili Qumtepa bozorida. Endi batdan ko'ra asosiy eng katta skladimiz Farg'onada. Farg'onadan kelib, o'zlaringa yoqqanidan qilib, o'rnida aytgan razmerlarni kestirib, metraj olsalaring, tiktirib ketsalaring bo'ladi. Xuddi shunaqa stanogimiz bor. A'dagisi bunisidan ham yaxshi. Ishlarini cho'tka qilib bitkazib beramiz. Sizlarga eni 1 metrlik darushkalar ham ko'p ketadi. Mana misol uchun eni 1 metrlik bular zavod yon qo'shib bergani sababli bular narxi 75 ming sotilsa kvadrati, bular narxini 40 ming so'mdan kelib olib ketsalaring bo'ladi. Eni 1 metr bo'ladi, uzuni xohlaganlarincha kestirib olsalaring bo'ladi. Bunaqa misol uchun kompleks qilib qilingan darushkalardagi kvadrat narxi 49 ming so'mdan bo'ladi.
Bularimiz eni 1 metrlikdan eni 2,5 metrligacha bo'ladi. Bular Samarqand sak zavodida ishlab chiqarilgan juda ham qalin gilamlarimiz. Bularda 1 ga 1 o'lchamidan 3,5 ga 5 o'lchamigacha avvalliklari, 2 ga 3 o'lchamidan 4 ga 9 o'lchamigacha tayyor gilamlari bo'ladi. Qalin jaynamozlar ko'rishlaringiz mumkin. 2 xil gul rasvetkalisi bo'ladi, oqi va ko'k sveti. Bularning narxi 150 ming so'mgacha sotilgan, hozir 100 ming so'mdan. Avvalliklarimizga to'xtaladigan bo'lsak, mana buni ham qalinligini ko'rishlaringiz mumkin. Gullari vobshe chiroyli. Pollaring laminat bo'lsa, solib qo'ysalaring juda ham chiroyli tushadi. Qumtepa bozorida Yayma tomondan kelganlaringda eng boshidagi birinchi do'kon, mebel tomondan kelganlaringda eng oxiridagi do'kon 439-do'kon. Video to'liq ko'rishlaringiz mumkin. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga juda ham chiroyli gilamlarni va eng arzon narxlarda video qilib beraman. Kelib bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi. Bu joyimiz payshanba, yakshanba kunlari ishlaydi. Eng kunda ishlaydigan joyimiz, asosiy joyimiz Farg'onada. Aniqroq ma'lumot olish uchun telefonlarim nomerimni qo'yib beraman. Bemalol telefon qilib aniq ma'lumot olsalar ham bo'ladi. Ishxonamizdan lokatsiyani tashlab beramiz agar topgani qiynalsalaring. Dastavkalarga keladigan bo'lsak, dastavka Qo'qonga, Andijonga, Namanganga, Toshkentgacha chiqarib beramiz. Sirdaryo, Qashqadaryolarga pochta orqali chiqadi.